Hürmetlik vatandaş, endi siz bilen bir kelime muhakeme. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 9. ayının 24. günü haftaga payshanba yuqori leksiyalarini ko'rib chiqdingiz. Avustraliya siyosat tadqiqot o'rni e'lon qilingan material, balki vaqt jihatdan aytganda bu materialning e'lon qilinishi xalqaro orqa ko'rinishga ega deb hukm qilolmayman vatandosh. Lekin dal vaqtida e'lon qilindi. Men tunugun leksiyada sizlarga dedim. Amerika matbuotlari dedi tunugungi leksiyada. Hozir shundoq dediki, Amerika Qo'shma Shtatlarini Prezident Trump hukumatining navbatda Uyg'urlarga qanday muomala qilish yoki Uyg'urlarning beshidagi bu zulmatni qanday bekitish to'g'risida muhokama olib berayotganligini, anda xabardor kishilarning pat yaqinda bu qarorning o'tirg'i chiqadiganligi to'g'risida fikr bayon qilganligini tunugun sizlarga topshirdim vatandoshlar. Shunlashqa bu materialning e'lon qilinishi dal vaqtida e'lon qilindi deb aytalayman hurmatli vatandoshlarim. Endilik sizlarga yana bir fikrimiz, yoki sizlarga fikrimiz emas, sizlarga so'zlaydigan leksiyamizni buni qarab turing. Ba'zi turmalargacha yoki nazarband aslahalari tangshilibdi. Yani birisini bexatarlik debdi, birisini bexatarlik ancha yuqori emas debdi, birisini koni aslahalar debdi. Gap ular emas. Hozir turmadagi jinoyatchilar yoki nazarband qilingan Uyg'urlarni, atalmış jinoyatchilarni turmaga yo'tkab xillashtirayotgan gap. Ening ustiga boshqarishga aplik bo'ladigan yoki qolg'oyi bo'ladigan amaliyotda Xitoyning demoqchi bo'lgani shu bexatar degani boshqarishga aplik qolg'oyi bo'ladigan turmalarga yo'tkab etibdi. Yuqorida men qistirib o'tdim bir jumlani ba'zi turmalarga maxsus Uyg'ur ziyolilari. Yani nima dedi? Bularga tarbiyalash hojatsiz deb qaragan. Mustamlika yerlik ko'chman hokimiyat bularni tarbiyalash hojatsiz deb qaragan. Undaqda bularni tarbiyalash hojatsiz bo'lsa, ular bilim saviyalik Xitoyning tilini biladigan va yoki tarbiya ko'rgan Uyg'ur ziyolilarini ayrim bir yerga soladi degan gap. Yoki ayrim bir yer qomidi degan gap. Turmalarni mustahkamlamoqchi bo'lyapti. Nazarbandni kuchaytirmoqchi bo'lyapti. Xitoy armiyasi, tajovuzchi armiyasi va uning qurolli soqchilariga qulaylik fursat yaratib bermoqchi bo'lyapti. Biz tunugun nima dedik? Hozir boshda dedim. Davlat Majlisi parlament a'zosi, Avom palatasining a'zosi Tatyaxu Keçirinler vatandaşlar ayrı plan ötü olsun deb saqlab o'ltirdim. Tatyaxu nima dedi? Bu perde aqsın nima ishlarning yuz berganligini bilmaymiz. Bugun Avustraliyalik tadqiqotchilar nima dedi? Bu turmalarning bu nazarband aslahalarining ichida nima ishlarning yuz berganligini bilmaymiz. O intayin ağır sual vatandaş. Biz mi bilmeymiz, bu işi bilmeymiz deb shunaq deymiz. Bunu qiyos qilolmaymiz. Yoki paraz qilolmaymiz. Ammo shuning diqqat qiling ki, hozir nazarband uskunalari va aslahalari turmalarni tartibga solyapti deb paraz qiling. Turmalarni tartibga solyapti deganda hozir xalqaro jamiyatda Uyg'urlar to'g'risida ketayotgan so'z va fikrlar axir nega yetdi vatandoshlar? Yaqinda men 3 organ, yoki 3 organ emas, 3 davlat kechiringlar. 3 davlat Angliya shundoq dedim-ku tunugun. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Angliyaning tashqi ishlar ministri Dominic Raab bilan nima dedi? Uningdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu ishga qanday inkas qaytaryapti? Hozir parlament Amerikaning Davlat Majlisi qanday inkas qaytaryapti? Amerika Prezident Trump hukumati qanday inkas qaytaryapti har kuni?
Ben tünügün dedim, bu tarafta Tayvan, bu tarafta Müstemlik Uyg'uriston her kuni. Mushundaq vaziyat ostida Xitoy nimaga tavakkalchilik qilishi mumkin? Va yoki nimadan ansirashi mumkin? Va yoki Xitoy hukumati nimaga tayyorlik qilishi mumkin? 3 nokta. Vatandaşım, 8 milyon Uyg'ur dedi Davlat Majlisi a'zosi Tatyaxo. 8 milyon Uyg'ur Nazarbandda turmada. Xitoy nimaga tayyorlik qildi, takrorlayman. Nimadan ansirayotdi? Uchinchi, nimaga taqobil turmoqchi? Xitoy qisqasi nimaga tayyorlik qilyapti? Nimishqa turmalarni yoki Nazarband uskunali aslahalarini yetkab Uyg'urlarni nazarband qilingan Uyg'urlarni o'tirabdan bu tarafga yetkab. Hukumatning qo'li orqali yetkab. Bu yerda bu deganlik hukumatning plani orqali yetkab. Xitoy hukumati nimaga tayyorlik qilyapti? Siz shunday savol qo'ying, hurmatli vatandoshim. Buni xalqaro vaziyatsiz sizlarga so'zlayotgan xalqaro vaziyat bilan birlashtirib savol qo'ying, hurmatli vatandoshim. Endilikda bugungi qisqa xabarlarda mundaq mazmunlar yetib keldi. Buni bir quloq soling. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining 2-darlik davlat ishlar kechiring. Qisqa xabarlar mana anglanglikni. Qisqa xabarlar Prezident Tsai Ing-wen, Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen Amerika bilan diplomatik munosabat o'rnatishga tayyorlik qildi. Bu chaqmoq. Bu gap chaqmoq, chaqilgan chaqmoq. Mushuning harakati tayyorligi va yoki eg'izdan chiqdi bu harakatning bejarilishi butun dunyo uchun aytganda chaqmoq. Jungo Kompartiyasi uchun aytganda o'zi yaratgan zulmat, qorong'ulik ichida Jungo Kompartiyasi kutmagan ahvolda chaqnagan chaqmoq. Mushu chaqmoq, mushu vaziyat Uyg'uristondagi jazo lageri, yig'ib olish lageriga Xitoyning qanday muomala qilishini belgilamdi yo'q. Savol qo'yib qo'ying, hurmatli vatandosh. Nima dedi? Diplomatik munosabat o'rnatishga tayyorlik qildi. 9-oyning 23-kuni jonli nazariga o'tib. Rossiya tuyuqsizlar Rossiya Jungo chegarasiga askar to'pladi. Janubiy dengizda ittifoqdosh Amerika armiyasi bor. G'arbiy qismda Hindiston armiyasi bilan moslashadi. Ko'rdingizmi? Hozir Rossiya chegaraga askar to'pladi. Janubiy dengizda ittifoqdosh Amerika armiyasi bor. G'arbiy qismda Hindiston bor. Hindiston va Janubiy dengizga Rossiya moslashadi dedi. Bu balki jonli nazari. Canlı nazarı 9-oyning 23-kuni yutib. Bu balki tadqiqotchi yoki obzorchi Canlı Efendining fikridir. Bu moslashuvdi deb hukm qilish, G'arbiy Hindistonga moslashuvdi deb hukm qilish. Bu yomon nozik gap vatandosh. Canlı nazarining hukmimi yoki shundoq bir reallik mavjudmi? Buni sizga bizga noma'lum vatandosh. Rossiya chegaraga Jungo Rossiya chegarasiga askar to'pladi. Janubiy dengizda ittifoqdosh Amerika armiyasiga moslashadi deydi. Canlı nazari G'arbiy Hindiston armiyasiga moslashadi deydi. Moslashishning oxirgi natijasi yoki harakat ifodasi nima bo'lishi mumkin, hurmatli vatandosh? Men savol qo'ydim, siz ham shunday savol qo'ying vatandoshim. Amerika quruqlik armiyasi jurnali maqola e'lon qilib, Amerika armiyasining Tayvanga qaytib berish to'g'risi taklifnoma o'tirib qo'ydi. Endi bu nima deymiz? Endi bu Tayvan hokimiyat beshida qizg'in munozara qo'zg'adi bu ish. 9-oyning 23-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi. Bunga kelganda men cho'chiyman, siz cho'chiysiz. Nemishqa? Bu xabar Amerika ovozi e'lon qilinyapti, hurmatli vatandoshlar. Chaqchaq emas-da bu. Bayqilani sizlarga to'g'ri betidiki, mendagi odamlar deb chaqlasangiz, endi bu xabar Amerika Qo'shma Shtatlarining yoki Amerikaning ovozi bo'lgan Amerika ovozi radiosi e'lon qilinyapti. Bir o'qib beraymi, anglab o'ting. Amerika quruqlik armiyasi jurnali maqola e'lon qilib, Amerika armiyasining Tayvanga qaytib berish taklifini o'tirib qo'ydi.
Tayvan hakimiyet beşidi kızgın münazara qozgıdı. 9. ayının 23. günü Amerika avazı muhtelifli programımız. Ben bunu tayyorlab chiqatdim, maqolam, leksiyalarim ko'p bo'lib ketdi. Shunga to'xtab qoldi atiga. Atiga deb tunigin bir va'da bergandim. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Uyg'urlar ya Uyg'uriston mustamlika Uyg'uristondan import qilingan tovarlarni cheklash, majburiy emgakni cheklash to'g'risida qonun loyihasi to'g'risida sizlarga so'zlayman degandim, saqlab qo'ydim. Xudo xolisi uchib ketmasin. Ular ati javob beraman. Siz endi bu vaziyatni mushundaq birlashtiring. Tuyuqsiz o'zgarayotgan vaziyat, shiddat bilan o'zgarayotgan vaziyat. Uning tuyuqsizligi shiddat bilan o'zgarayotganligidir. Uning shiddat bilan o'zgarayotganligi uning tuyuqsiz yuz berishidir, hurmatli vatandosh. Hozir nemishqa Xitoy mustamlika Uyg'uristonni nazarbandxonalar, turmalarni tartibga salmoqchi bo'ldi. Nemishqa u Uyg'urni bu tarafga yo'tkamoqchi bo'ldi. Nemishqa ziyolilar qatlamini ayrim turmaga qamamoqchi bo'ldi. Nemishqa uning atrofidagi tikanlik simlarni elib etdi. Nemishqa uning atrofidagi zavodlarning bir qismi hozir ishlamaydigan bo'ldi. Masalan, turma qurilishi 5% tuvallab ketdi dedi Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchilari. Nemishqa siz endi biz deb kelayotgandek vatandosh selishtirasiz. G'arbda mustamlika Uyg'uriston, ko'chmanlar siyosiy hokimiyati, Xitoy hokimiyati, Xitoy ko'chmanlarining hokimiyati hozir Uyg'urlarni nazarband qildi. 8 million Uyg'ur. Onun üstüge hazır Hindistan, Ladak'dan bir tarafı çigrası, Tibet'e bir taraf çigrası. Uygur'a münasebetlik. Hindistan armiyası turdu. Bu katım başlanğan 6. katımlık söhbet bu. Netice verdi, lekin asker çekindiriş doğrusu hiç kandak netice yok da kulağız çıkarıldı. Vatandaşım bunu koyup duraylı. Hazır hem de Tayvan boğuzu taraf. Tayvan boğuzu doğrusuyla yetkizemedi. Xitay nime dedi? Tayvan bilen Cüngü oturusunda fasıl yok dedi. Çigra yok dedi. Demek bu adakçı erişimen degenligi. Bu yerde Cenubu Deniz Tayvan boğuzu deydiğen işler yok. Bu yerde fakat çigra yok. Cüngü'nün teritoriyası deniz bilen Tayvan'ı bir vasıta tutuşudu dedi. Bugün endi mana Amerika avazdan haberi geldi. Quruqluq armiyası Amerika Qo'shma Shtatlardan Tayvan'ga qaytib berish taklifini o'ttirib qo'yib hurmatli vatandosh. O tarafta canlının nazardan anlıyorsunuz vaziyetini. Rusya armiyası hazır Şarkı Şimal'da Cüngü'nün çigra kısmına nurgun asker topladı vatandaş. Onun neticesi orada nemi bolluğallığı doğrusu da canlı nazarının hüküm ilan kılışını siz gösterdik. Hazır söyledik. Muşu vaziyetlerini öz ara bir seliştirip görün vatandaşa. Seliştirip tasavvur kılan vatandaşa.